Har yili tibbiyot tizimiga milliardlab zarar yetkazuvchi odamlar kimligini bilasizmi? Yo'q. Bu firibgarlar ham, korrupsionerlar ham emas. Bular shunchaki kamida har kuni 3 kilometr piyoda yuruvchi oddiy odamlar. Tadqiqotlarga qaraganda, muntazam piyoda yuruvchi odamlar boshqa kam harakat qiluvchi odamlarga nisbatan 3-4 marta kam kasal bo'lishi isbotlangan. Va natijada ular shifoxona, dori-darmon va davolanishga ketadigan katta xarajatlarni o'zlarida tejab qolishadi va natijada o'zlari bilmagan holatda tibbiyot tizimiga milliardlab zarar yetkazib qo'yishadi. Shuning uchun siz ham hayotingizga bitta odatni albatta kirgizing. Siz ham kamida har kuni 3 kilometr piyoda yuring va sog'lig'ingiz buning uchun sizga albatta rahmat aytadi. Aytgancha, bundan ham foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Salomat bo'ling.